Mana O'zbekistonda yana yangilik, yangi ixtiro akalar, vodiyli akalarimiz tinib tinchimaydi. Eng qiziqarli joy odam bo'yi bilan qilib qo'yishdi. Yana qiziqarli joylardan bittasi oldi 10 minut vaqtingiz ketsa, hozir bor yo'g'i 3 sekund yana qaytaraman, 3 sekund vaqtingiz ketar ekan. Akalar, odam bo'yligini qaranglar. Vodiyli akalarimiz umuman tinib tinchimayapti. Xitoy damini oladi deymiz-ku, mana xudo xolasa endi yangilik. Eng qiziqarli joyi buni Yevropadan zakaz berishdi eksportga. Akalar, buni videoda ko'rasizlar. Oxirigacha ko'rib tursangiz, sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Mana shundan kerak bo'lsa, yasattirib olinglar. 10 minutlar vaqtingizni hozir 3 sekundga ketarkan xolos. Faqat ulg'isalaring bo'ldi akalar, mana sizlarga zo'r yangilik. Bizda yangi bo'lsalar, podpisatsiyani bosib qo'ysalaring, ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib borasizlar. Akalar, bunaqa yangilik bor, hech qayerda ko'rmaganman. Xullas akalar, sizlar uzoq kuttirmaylik. Akalar, addushi faqat bitta mehnatimizni qadrlagan holatda like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Hech kim bunaqani ko'rsatmagan. O'shaning uchun doim aytaman, podpisatsiyani bosib qo'ysangiz, ishlab chiqarish yangiliklar birinchilardan ko'rib borasizlar. Sizlarni uzoq kuttirmaymiz, boshlaylik. Qarang, yangilikni dada xo'jasi. Mana uni qaranglar akalar, mana uni qaranglar. Bu odam bo'yi akalar, bunaqasi bo'lmagan. Endi to'g'ri, manaqa oldin manaqa kichkinalari bor edi. To'g'ri tushunasizlar. Bunaqa kichkinalari bor edi. Endi mana uni qaranglar. Bu vahimani qaranglar. Mana shunda misol 10 minut vaqt sezonni sosiz ketar ekan, o'ngisiz bo'ldi. Kachoylari bormi, kachoylar? Mana sizlarga akalar, Altemur jamoasi nomer 1, yana Drabilkani shunaqa kattasini ko'rganmisizlar? Bu eri nechiligini bilmayman to'g'risi. Hozir sizlarga video davomida aytib o'tamiz. Kamerachimiz iloji bo'lsa ichini ham ko'rsatib qo'ying, kattaligini. Voy, akalar. Bu nimaga kim zakaz bergan? Video davomida sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Uzoq kuttirmaymiz, boshladik. Akalar, biz Altemur jamoasiga yetganmiz. Oxirigacha bitta ko'rib qo'yasizlar va undan keyin yangiliklarimiz juda ko'p narsalar bor. Yangiliklar nihoyatda ko'p chiqqan. Mana bu narsalarni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Endi to'g'ri Timur Belga yuzlanamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchabsiz, tuzibsiz? Rahmat. To'g'risi bunaqasini men ko'rmaganman. Hattoki tushimga ham kirmadi. Bu o'zi kim zakaz berdi? Endi aytish iloji bo'lsa aytasiz, bo'lmasam o'sha chet eldaligini bildik, menga aytishingiz bo'yicha. Keyin bu necha kunda tayyor bo'ladi? Zakaz bersa bu nima uchun, qanaqa to'liq ma'lumotni bersiz, to'g'risi bunaqasini men ko'rmagan. To'g'ri, meni kichkinani ko'rganmiz. Men 380liklarni ko'rganmiz. O'zi meni 10 mingta molni eplaveradi. Bu nechta molga degan savol tug'iladi-da bu o'zi aslida. Endi bu juda ham katta firmaga tayyorlangan aka. 380 voltga ishlaydi. Kattaligini ko'ryapsiz. Pashti bo'yim bilan teng. Meni bo'yim 175. Bo'yim bilan teng aka. Buni ko'ryapsiz, motorlari 37 kW 3000 volt bo'ladi. Voy. Pichoqlarini ham ko'rsatdik va apshi eng zo'ridan. Mana. Yamlamasdan yutadigan. Shu sop uspet qilsa bo'ldi. 3 sekund, 2 sekund farqi yo'q aka. Buni video davomida ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Ko'rsatib o'tamiz. O'zlari hushyor bo'lsa bo'ldi, odam tushib ketgan bo'lsa bo'ldi. Ammo ashuni jichchini bo'libdi, to'g'ri. Endi qaranglar, bunda bitta narsa odam tushib ketib qolmasa bo'ldi ekan, endi to'g'ralik kattalik hisobiga oyog'ini mana shu bo'yi qilib olasizlar. Mana bu yerda bitta odam turadi, solaveradi, o'shanda tushib ketib qolmaydi. Albatta. Men ham bitta odam olib turadi, bitta odam solib ulgisi bo'ldi ekan-da, xullas. Sop ulgisi bo'ldi, hozir ko'ryapsizlar kattaligini aka. Voy. Endi faqat Altemurda originali va ishlaydigan holatdagisi bo'ladi aka. Bunda hali paket yasab qo'yganimiz yo'q. Shunchaki emas. Realni ishlaydigan holatda to'klarga ulab qo'yganmiz. To'klarga ulab qo'ygan, hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. O'zlar bitta sinab ko'rishibdi, mana qashaq-qushaylar solib ko'rishibdi. 100% ishlagan va hozir ishlatib ko'rsatamiz. Albatta ishlatib. Bu endi zakaz bersa necha kunda tayyor bo'ladi? Mabodo va necha pulga? Ashunisini ham. Xo'p, endi puli kelishgan holatda bo'ladi aka. Xo'p, bu zakaz bergan chetdan. Chet el uchun eksportga chiqib ketadi. Eksportdan qilib beraverasizlar. Eksportdan qilib beraveramiz aka. Chet elga chiqib ketadi. Bunimiz xo'p, endi zakaz muddati xo'p 15-20 kun orqali tayyor bo'ladi bunimiz. Bag'i bir oy, bag'i bo'lib endi bir oy kelishgan holatda ularni hammasi muddatlarini. Cho'tki shoshilmasdan qilinglar deganlarga bir oy bo'lib qolishi mumkin. Albatta aka. Bo'lmasam srochinrog'i bir oycha 20 kunchada bo'ladi. Tezlatib beramiz aka. Bu 380 da eng kattasi. Eng yomoni mana shu. Meradin to'g'risi, bunaqasini men ko'rmaganman. Albatta. Faqat Altemurda eng sifat narsalar va eng zo'r narsalar bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, bu yerda narsa ko'p. Hozir hammasini ko'rsatib beramiz. Keling, birinchi bo'lib narx-navolardan boshlaylik. Mana shu bir boshdan ketib bitta ko'rsatishda oxirida ishlashlarini hammasini ko'rsatsak, maylimi? Hammasini ko'rsatib beramiz. Mana shular necha pullik, qanaqa bu nima bu? Ali eng hadovoysi men bilishim bo'yicha. Eng hadovoylari ixtiyoriga yangilik qilib qo'yganmiz. Mana hop bu apparatimizni nomi Champion. Nomi Champion.
ham mana bunda ikki holatda. Xohlasa mana bunda yonbosh holatda ham ishlasa bo'ladi. Mana 2026 ga yangilik kiritdilar. Yangilikni zo'r. Keyin hop Ramazon uchun narxlarni ham ancha yengil qilib qo'ydik aka. Voh, Ramazonga. Albatta, narxlarni ham ancha yengil qilib O'zi qo'ydik. 10 kunlik Ramazon qoldi. Men bugun va endi videoda chiqarib yuborar ekanmiz. Srochni 10 kun ichida mana olib qo'ysalar, xudo xohlasa chegirmasi bo'ladi. Ammo zo'r bo'lib tashi. Kimdir tepaga olishga qiynaladi, yosh kattalar, misol haligi sahri bolalar qo'lini tepaga ko'tarsa og'riydi hollar bo'ladi. Albatta. Keyin yana bitta setkasi yonidan almasharmiz. Ha, endi yangilik qilib qo'ydi. Mayli. Yonidan oson. Oson. Qulay. Zo'r yangilik. Setkalar ham o'sha doimgi 4 xil setkasi bo'ladi. Ikki xil o't uchun, ikki xil don uchun aka. Mana. Hop, bunda moliydigan, mana donlarga ham hammasi bo'ladi. Qo'yadiganlari mana turibdi aka. Setkalar. Mana sizlarga. Mana. O't uchun va ikki xil don uchun bo'ladi. Mana sizlarga. Hop, hammasida setkalari yonidan almashadi. Hammasida. Bu chempion nomli apparatimiz. Endi nariga 3 ta oyoqlardan yo'qmi deganlarga mana aka. Bu tarafda mana 3 ta oyoqli o'zimizda eski apparatdan ham bor. Abitinilardan. Abitinilardan bor. Oyog'i 3 talik turibdi, ular 4 talik turibdi. Farqiga ahamiyat berasizlar. Xohlovchilarga bundan, xohlamachilarga bundan. Xohlovchilarga bundan. Buni ham setkasi yonidan almashadi. Yonidan kirib chiqadi. Og'zi dumaloq. Endi aloqaga chiqqanda buni nomi like. Narigini nomi chempion. Hop, xohlasa og'zini dumaloq, xohlasa to'rtburchak qilib beramiz. Lekin juda ko'pchilik dumaloq xohlayapti. Dumaloq yaxshi ekan deyapti aka. Lekin xohlovchilarga tayyorlab beraveramiz. Kimgadir to'rtburchak, kimgadir. Kimgadir to'rtburchak, kimgadir dumaloq. Buni nomi nima bo'lyapti shunda? Buni nomi like. Like. O'z eski nomi, u uyda ham chiqarganimiz nomi. Ali, birinchi bir 6 yilmi, 5 yilmi bo'ldi ular. Albatta. Mana chempion, endi buni nom qo'yishmasa, to'g'risi sotuvchilar qiynalib qolyapti. Nomlarni yaxshi eslatib qo'yasizlar. Mana chempionligi, ma'nosi o'sha like. Endi ag'ini ham hozir aytib o'tamiz, davomi bor. Bizda universal rabikalarimiz narxlari aka 1.700.000 so'mdan boshlanib, yuqorilashib ketaveradi aka. Xo'p, mana shunisi necha pullik, mana shunisi? Xo'p, aynan bularimiz chempionlarimiz aka. Xo'p, 3 kilovat 3000 yevro alyuminiyligi. O'zimiz Altemir zavodimizdan narxlarni aytaman, hozirgi narxlari. Xo'p, 2.700.000 so'm alyuminiyligi. Va misligi bo'ladi 2.900.000 so'm. Mana sizlarga. Shu narxda bo'ladi. Dastavkasi masofaga qarab kelishgan holatda bo'ladi. Arzonlari ham bor, xohlovchilarga hozir buni ham aytib o'tamiz. Arzonlari ham bor, hammasidan bor. Bularimiz shunaqa. Endi menga maxsusdan bo'lsin desa, maxsusdan bo'lsa, aloqaga chiqsa, menga maxsus desa, uni narxlari boshqacha bo'ladi aka. Yo'q. Bularda 6.5 kilovat, 3000 oborot, mislik va alyuminlik motor qo'yilgan. Endi men uchun maxsus baquvvatdan bo'lsa, yangiliklar ham bor-ku. Albatta. O'zi anchadan beri video qo'ymay qo'ydik, gapni ochig'i, yangiliklar ko'payib qolibdi. Malades. Iloyim mana shunaqa vodiy ahli tinchmasin, mana shu vodiy ahli uchun mana shu sababini qilayotganimiz uchun likelar bosib qo'ysalaring bo'ldi. Xo'p. Endi bularimiz like nomli apparatlarimiz narigilarga nisbatan aka 100.000 so'mdan arzon. Xo'p, alyuminiyligi 2.700 chempion bo'lsa, like 2.600.000 so'm. Endi misligi chempion 2.900.000 so'm bo'lsa, bu like misligi hop 2.800.000 so'm. Bizimiz Altemir zavodimizning narxi. Ko'ryapsiz aka. Hop, bularimizni endi hamma yo'g'i like-da ham, chempionda ham hop, magnetlar trubadan, sifat umuman o'zgargani yo'q. O'sha qalinidan, qulaylik ko'payyapti va pichoqlari hammasi mahavikli, segmentli, molatko'yli, setkalari yonidan almashadi. Hop, sifat o'zgarishi yo'q. Narxdan yengillatib qo'ydik aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana hammasidan endi tushuriladi, oson oshiriladi. Biz aytib qo'yilaveradi bizda. Hammasini realni aytyapmiz. Mana ishlatib ko'rilgan, yana ishlatib beramiz. Albatta ishlatib beramiz aka. Endi mana bundan ham arzonroq so'raganlarga, hop, bunisi hamma joyi to'liq listdan tayyorlangan. Motorlari narigilar bilan bir xil. 6.5 kilovat alyumin va mis. Hop, narxi alyuminligi 2.300.000 so'm, misligi 2.600.000 so'm. Buni hop nomi o'sha lisli apparatda, kichikroq ekan. Lisli apparat, mana kichikroq, mana yonida o'yilgan ekan. Endi bilmayman nima deyiladi. Kichikroq desalar o'zi tushuntirib berishadi. O'zbekchagidan kichikroqdan desa, mana shu. Bunga ham yo'q bo'lsa bitta nom qo'yib qo'yaylik, kommentariy yozib ketaylik, nima nom qo'yib qo'ygan yaxshi. Kelinglar bunga nima Nexus 2ligini qilib qo'yaylikmi? Yo'qsa Labo qo'yib qo'yaylikmi? Yo'qsa Nissan turibdi, nima deb yozaylik? Mana kommentariy yozib qo'yinglar, mana sizga qiziqadi. Eski nom bor edi o'zini. Hop, hadi uyda chiqarganimizda nomi 12 edi aka. 12 da. Mana 12 ni nomlab qo'ysak bo'ladimi? Mana shu 12 ta nech pul? Mana shu yo mashinadan berib olinglar, 12 nech pul bas. Mashinadan berib olinglar, mana qaranglar, Nexus 2ligi endi Labo yo bo'lsa Nissan yo bo'lsa 12 yo o'sha eski nomida qolsinmi? Kommentariy albatta yozib qo'ying. Albatta aka. Yana ham yaxshi bo'ladi. Bularimiz ham zo'r, narigilar bilan raqobat qilaveradi. Faqat sal arzonroq, puli yengilroq aka. Bo'ldi shu. Endi menga rosa arzon bo'lsin deganlarga mana bu
hop kichkinarog'i. Aha. Narxi 1.800.000 so'm edi buni aka. Aha. Hozir chegirmada 1.700.000 so'm bu narxi. Mana 1.700.000 so'm. 1.700.000 so'm. Aha. Bu ham universal. O don hammasini chiqarib beraveradi. Mana hovluchilarga. Hovluchilarga hammasini chiqarib beraveradi. Buni ham xudo xolasa hammasi ishlaydi va ishlaganimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu narsa nima bu narsa? Bu hop ixtiyoriga hali don maydalaydigan. Ha. Diku nomi. Aha. Nomi Diku. Aha. Buni ham aka hop Ramazon uchun chegirma narxlarda qilib qo'yganmiz. Bunimizni hop alyuminligini 3 million so'm qilib qo'yganmiz aka. Va misligini 3.400.000 so'm qilib qo'yganmiz. Dastavkasi kelishiladi hammasi. Kelishiladi xudo xolasa. Ko'ryapti, donlarda yorma va kepak holatida vobshe zo'r chiqarib beradi. Setkalari ham bo'ladi. Bu ham setkalari bo'ladi. Setkalari bo'ladi aka. 1.5lik, 4lik, 6lik, 8lik o'zining ichida. Ular setkalari ichida bo'ladi, xudo xolasa kelishilgan asos. Hammasi, Endi undan kelganida zo'r yangilik bor, ya'ni o'sha hamma yemlarni buni aralashtirib narsalar qilib bo'lgandan keyin, ya'ni yemni aralashtiradigan mishalka. Buni ham ikki xil varianti bor, kichikrog'i va kattarog'i. Shunga ahamiyat berasiz. Bu kichikrog'i necha litrli yo o'zi necha kilolik, kattasi qanaqa? Bu kichirog'i hop 300-350 kilo og'ir yem uchun. Ha. Hop, narigisi kattarog'i 900 kilo 1 tonna uchun og'ir yem uchun narigisi. Ha. Ichlari ko'rinishlab ohani nimamiz ham ilib oldi, hech nima qilmaydi. Hop, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi ko'rinishi. Redyutorlari yangi, motorlari yangi bo'ladi bu kichkinani. O'zimiz Altemir zavodimizdagi narxi 6.800.000 so'm. Voh, mana shu yerdan kelib olib ketsa. Shu yerdan olib ketsa, dastavka qilib bersak, masofaga qarab dastavka xizmati qo'shiladi buni. Qo'shiladi. Buni ham mana kattasi mana ichki ko'rinishi. Akalar, xudo xolasa hamma yo'g'i zo'r, motorlar baquvvatidan qo'yilgan. Seplari hamma yo'q bexijolat. Motorni xohlaganingizga kelishtirib bo'ladi. Yana biladi bitta yutug'i qaranglar, yaxshi ahamiyat beringlar. Hammasi balonli. Bu ham aqa-baqa yuraveradi, balonni burilaveradi. Asha tormozni qo'yib yuborsangiz bo'ldi, tormozini. Mana tormozini qo'yib yuboriladi. Xotirjam u yoqqa bu yoqqa oxirdan misol aralashtirib bo'lib, razvedkadan sug'urganingizdan keyin o'zi shunchaki to'kib yurishingiz ham bo'laveradi. Mana sizga zo'r yangilik, to'g'rimi? Yangilik zo'r aka bu. Mana xohlagan, yana misol fermangizdan ichkarida sementni yemni aralashtiryapsiz, aralashtirib bo'lgandan keyin to'kib sug'urganingizdan keyin ash fermaga kirib turib, yonini ochtirib bir xil to'kib ketsa bo'laveradi. Mabodo o'ziga moslab olaverasiz. Aka yana bitta bu tomonda mana mijozlarimiz, eski mijozlarimiz kelishgan. Bu ag'dagi apparatlarimizga hozir remont ishini qilib beradi, servis. Servis eski model, Jaguarmida nima edi bu? Bu Championning eski varianti mana. Eski variant. Bu ham yonboshlarida piyon orqasi narsasi bor, qo'ysa ikki holatda ham ishlashda bo'laveradi. Bu eski model bu, to'g'ri. Eski model. Lekin o'shandan beri ishlayapti. Ishlayapti. Mana akamiz o'zlari. Aka necha yil bo'ldi? Hormay aka yaxshi saltanat etdingiz. 4 yil ishlatdik. Mashina 4 yil ishlatdingizmi? 4 yil ishlatdik. Maza qildik, ammo gap yo'q. Mana servis xizmatlari bor ekan, olib keldik, yangilab beryapti. 4 yilda. Bonusiga endi bepul yoqib berdi-da. Katta ishonchi video bag'ali katta ishonchi so'radingiz. Bersin ammo. Ilohim xohlasa. Pichoqlarni yangilab berdik buni ham. Hop, motorlar o'sha alyuminligidan bo'lgan aka. Pichoqlarni hozir mahayligiga o'zgartirib berdik aka bunga. Mana sizlarga mana ishlayotgan rabochisi, to'g'ri, optoga jicha videomiz bo'lib qo'ygan. Mana eskisi changli holatda turibdi mana. Pichoqlar yangilab berdi, zo'r. Mana pichoqlari yangi bo'ldi. Garantiya xudo xolasa. Mana xudo xolasa yana yangi bo'ldi. Yangi bo'ldi. Ana o'zining eski pichog'i. Mana eskilari, mana eskisi, mana eskisini yana taxlaman berishdi. Eskisi mana aka. Endi 4 yil ishlaganda shunaqa yem. Ha, 4 yil ishlaganda shunaqa bo'ladi. Aka endi nima edi? Mana sizlarga yangilik qo'yishdi. Mana boricha gapirib o'tyapmiz akalar, bizda unaqa yashirincha nima narsalar bo'lmaydi. Mana qo'y ko'ryapsizlarmi? Hazilgan assortiment bor. Endi ketdi, endi davom etamiz. Mana bu tomondan akamizga ko'rsatib qo'yinglar, akamiz ham endi yolg'on qilmasin aka. Buni hozir buncha kam ketinglarni ko'rib beryapmiz. Pichoqlari o'zi yaxshi. Hop, bunga qancha bo'ldi aka olganingizga? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yilda sal-pal kamini burilib sherik bilan kelib billa qilib olyapsizlar. Pichoqlarni almashtirganimiz yo'q. Buncha kamlarini ko'rib beryapmiz aka. Shu bahonada. Bo'l aka, rahmat aka. Sog' bo'ling aka. Xo'p, bo'lar. Mana ko'rdilarmi, men klientlarni o'zidan mana kelib ketishyapti. Xo'p, mana bu narxlarni aytib qo'yaylik, bu narxlarni aytmayapmiz shularni. Bu mishalkamiz 6.800.000 so'm, bu kattasi 15,5 million so'm. Bu ikkalasining o'rtasida 600-700 kiloligi bor, uning narxi 13,5 million so'm. Ana hovluchilar. Katta ham balonli, kichkina ham balonli. Xohlasa, ha. Ya undan keyin qaylar, bochkalarimiz bor, maydalar narsalarimizni aytib ketishimiz kerak. Bochkalar necha litrgacha? Chop 250 litrdan 250-350 orasida 400, mana 500, narigi 1 tonnaligi. Mana 1 tonna. 1 tonnaligi aka. Bu suydi ishmasmi bu? O'sha atalaydi-da aka. Shunda mana qo'yib turib, pastiga g'ishtlar terib qo'yadi, ichiga narsa yoqaveradi aka. Bemalol yoqaveradi, xudo xolasa. Narxi 900 ming so'mdan boshlanib 2 million so'mgacha bo'ladi. Bo'ladi. Mana bu narsalarimiz-chi. Bunimiz endi hop atrobotka garilka va ko'mir garilka aka. Bunisi ko'mirlik, bunisi atrobotlik. Hop, ko'mirligini narxi
Ha. 850 ming so'm. Hop. 1 million 100 ming sotilgan. 850 ming so'm. Bu atrabolining narxi 750 ming so'm sotilgan aka. Ha, Narxi 650 ming so'm qilib qo'ydik. Mana qaranglar, lekin assortiment nihoyatda zo'r. Motorchilar bilan birga qo'shib beriladi. Hamma yo'q, komplet. Motorchilar bilan birga qo'shib beriladi. Bu narsa. tappa apparat aka. Tappa apparat, Narxi hovlichilar. 250 ming so'm bo'ladi. 250 ming so'm narx olganingiz bir yo'l qo'shtirib olsa yana bo'laveradi. Albatta. Sizlarga zo'r, Aha, variant. mana shu holat. Endi bu makka sirti deganimiz. Ha. Hop, bu to'kli varianti va benzinli varianti ham bor. Buni ikki xil, ha? Ikki xili bor aka. Hozir bu to'kli varianti aynan shunisi narxi 4,5 million so'm, benzinlining narxi 5,5 million so'm chiqadi. Qarang, benzinli deganingizda savol tug'ilib qoldi. Anuni ham benzinli qilsa bo'ladi. Mabodo kimdir so'rasa, pulini bersa. Yo'q, hozircha faqat to'kli chiqyapti aka. Hali ichida bosim bor-da, o'shaning hisobiga. Ichida bosim bor aka, o'shaning hisobiga bu to'kli. Bunda benzinli variantda chiqyapti. Ha. Bo'ldi, qaranglar, ko'rdilar. Endi mana ular bu 380lar bular. Bu 380lar aka. Narxi o'sha 4 milliondan boshlanib, sekin motorni kilovatiga qarab o'zgarib, почти mana 20 million so'mgacha bo'ladi. Endi bu kattasi aka bu. Bu pastakasi aka, buni to'g'risi telefon qilsalar aytishar ekan. Lekin mana uni haqiqatda 20 million so'mgacha mana 380lar bor. 380lar yana bitta narsa bor. Mana shu bitta narsani olsangiz, uni orqasiga uni qizil turibdi-yu, billa komplekt bo'ladi. Necha kilovatgacha bo'ladi? Shunasini aytib qo'ying. 11 kilovatdan 22 kilovatgacha shunaqa. Ha, u narsa jupli bo'ladi, ikkita narsa bo'ladi, ha? Bitta mana bunday po'mpachogi, bitta dombachogi va bitta mana bunday 3 faza zashtasi bo'ladi. Ha. 11 kilovatdan 22 kilovatgacha. Yuqorichiga. Aha, 11 kilovat 22 kilovat. Kichkinasi u kerak ham emas, mana o'zi yetadi. Endi 4 kilovat, 5,5 kilovat, 7,5 kilovatlarga bachoylar bitta, don uchun mana bunday daslonga va 3 faza avtomatlari bo'ladi o'zida. Ha, o'zida bo'ladi avtomat. 3 faza avtomatlargacha bo'ladi. Mana shunaqa narsasi bo'ladi. Hammasida baloni bor, yetalab yurgani. Ha, hammasi qiziqarli joyi, baloni bor. Xo'p, endi qarang, hammasini menimcha aytayam nima qolib ketdi? Mana bu narsa nima mana bu? Lattamizmi nima bu? Bunimiz qo'polga to'g'ri katayimiz uni endi nimaligini tushuntirib bersangiz. Bunimiz chang chiqarmaydigan palatka. Changlar masalan, changlar zerikkalar yo o't u yoqqa bu yoqqa sochaveradi. Endi barcha chiqargandan keyin bu hamma yo'q yopiq bo'ladimi shunaqa? Hamma yo'q yopiq. Keyin mana bu joyida drabilkani bitta og'zini tiqib qo'yadi aka. Shuni tiqib qo'yadi, shuni ichiga ketaveradi hammasi. Endi uyim changi emas, shaharning ichidaglar bor, o'shalarga yaxshi ekanda. Shunaqalarga zo'r aka. Keyin hop, o'zini chiqarib bo'lgandan keyin, mahsulot chiqarib bo'lgandan keyin zamogi bor. Zamogida bitta yechadi. O'sha burchakda ekan, mayli. Shunda yechib olib turib, bo'ldi, ketaveradi. Mayli, to'liq yechib qo'yavering. Aha. Bo'ldi ana. Pechatga tiqilib olyapti mana. Bo'ldi ana. Bu necha pul bu? Buni hop, narxi 300 ming so'm chiqyapti aka. 300 ming so'm 300 ming so'm. Trafikka olayotganlaringda shu bahonada olib ketinglar. Albatta, olsa aka, hali eng zo'r yechimda. Chang bo'lmasa keyin bitta joy to'planib tushar ekan. Asosiy changi mayli. To'planib tushishi yoqdi menga. Haligi, misol shipirib, yig'ishtirib yurmaysiz, shu to'planishining ichidan olib qo'yaverasiz. Xuddi shunaqa, mana shu ichida turaveradi aka. Mana unisini xohlasangiz yuvib ham olaverasiz. Endi misol tariqasida. Bo'ldi, kirib ketsa yuvib olaveradi. Zo'r yangilik. Endi qasinizdan ishlatib beraylik, vaqt cho'zmaylik, bitta ishlatib bersak. Endi o'sha hozir trenddagilardan aka. Bitta laykdan, bitta chempiondan ozgina ishlatib beraylik aka. Bo'ldi, vaqtimiz ancha tayyorlab olamiz, keyin sizlarga hozir pauzani ezib turamiz. Akalar tayyorlab oldik. Endi sizlarga qaranglar, vaqtdan yutish uchun, ya'ni buni bitta ishlatadigan bo'lsa, 1 soat cho'p ketadi. Birdaniga ikkitasini ishlatamiz. Faqat bu yurib olgandan keyin buni sizlar yurgizib, sizlarga o'sha video davomida ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, yana bu yerda nimalar bo'ladi deganda mana eng qiyin narsalar o'sha bu yerda poya, qulug'i, qo'li farqi yo'q. Keyin mana eng qiyinlari qayshog'i, somoni, xullas, beda press, xullas hammasi bor. Beda press deb albatta yozib ketinglar. Hop, paholni ham chiqarib beraman aka. Hop, somon, yireng'oq, makkapoyani hammasini eng mayda setkasi chiqarib beraman. Mayda setkasi. Yirigida chiqaraver, o'ylanmasdan. Gap yo'q. Endi bunda ham yonbosh ham tikka chiqarib beraman. Ha, mana sizlarga. Urilib ketmay, olib qo'ying mana uni. Bo'ldi aka. Mana ko'rib turibsizlar. Jildilish ham oson, qaranglar. Bo'ldi, shunday qilib olib tashaverasizlar. Yurgizavering bo'lmasam, ketdi. Xo'p, ishladi. Ketdi. Buni bilan ketdi.
Endi akalar yo'lda bo'ydaligimiz uchun shamol har xil joyga bo'lgani uchun changdan imkon qadar qochib, aqa-baqa o'tdim endi. Sababi sizlar to'liqroq ko'ringlar. Changni orqasida ko'rinmay qolmasin degan maqsadda shamolli hisobiga bu yoqqa o'tdim. Mana shuni hisoblab qo'yasizlar. Ana endi maydaligini ko'rib olinglar mana. Eng mayn holatda pohol. Aha. Mana makkapoya. Qalin makkapoyalarda mana aka. Qarang. Mana makkapoya bo'ladi. Aha. Pastda yirang'och chiqadi aka. Mana sizlarga zo'r variant. Mana ham yonbosh holatda ham tikka holatda ishlatib berdim. Xudo xolasa, bo'ldi. Keyin donlarda ham mana bunda eng mayda holatda, kepak holatda chiqarib beradi. Mana mayling ko'ryapsiz. Keyin mana makkani sotasi bilan yorma holatda chiqdi. Qaranglar, bu narsalarni bitta apparat, mana shu bitta apparat 8 xil narsani vazifasini bajaradi. Hammasini bajaradi. Sitkasini almashtiradi bu. Endi bu yerda hozir bahorda eng boshlarini ko'rib turibsizlar, ko'katlar yo'q, daraxtlarda baygam yo'q. Qo'li quruq farqi yo'q. Ana qo'li bor, mana makkapoyani qo'lini ham solaverasiz, farqi yo'q ishlaveradi. Xo'p, endi bu laqabligimiz, undan oldin chempionligini ishlatdik. Hozir endi lakni ishlataman, qaranglar, setkasini ham qo'yishlarini ham mana. Setkasini bitta qo'yib beraylik aka. Ha. Setkasini aqa urasa chiqdi o'zi mana bo'ldi, bitta ursalar. Bor chiqdi. Bunda ham qo'ybobda chiqarib beray aka. Ha, maydaroq. Bor endi yirik bo'ladi, unda chiqaraveradi. Ha. Setka olmadi. Bo'ldi, solish. Eng qiziqarli joy solishini qaranglar. 1 minut ham ketmayapti solishdi. Endi aka mana shuni qo'yib chiqarib beray. Bo'ldi, o'ting. Mana olib beraylik. Buni qo'yib ishlatmaydi deganlarga mana. Chiqarishini ko'rdi aka. Ha, solish jarayoni. Jicha oldingizga tortib olasiz, jicha oldingizga torting. Ana. Mana shu yerga og'ziga bitta ilib qo'yamiz. Ha, ilgaylarni ham bu aytmoqchi. Mana shuni ahamiyat beringlar, mana ilgaylari bo'ladi. Ya'ni bu chiqib qolmaydi. Ilgaylarni ko'rdik. Endi men bu yonga o'tib olaman. Sizlarga oftodan sal yarkiroq bo'lish kerak. Bunisida o't, narigisida o'sha donni chiqarib beramiz aka. Gap, yurgizaveringlar. Xudo xolasa navbat bilan yurgizaveramiz. Ketdi, bittasi yurdi. Ana moch. Qo'lim ichkariga chiqdi. Hazda zo'r yangilik qo'ysam, bu ham ishlashni boshladi, xudo xolasa. O'zi ishlayapti. Qaranglar, zo'r bo'ladi. Mo tangi chiqyapti, buni tangi chiqqani yo'q. Ichiga tushyapti, sababi. Buni o'chiravering, buni o'chiring. Mana pohol aka. Ha. Ya, nimaga tez buni changi chiqmayotganligini ko'rsatamiz-da. Qarang, buni changi chiqyapti. Shunga ahamiyat berasizlar, ha. Mana. Changi umuman chiqmayapti. Zo'r. Asli zo'r bo'larkan. Mana bizda ham 8 ta 10 ta qo'yimiz bor. Oz qo'yib olgan oson zo'r bo'larkan mana shunda. Hali biznikida ham 8 ta 10 ta qo'y bor-da. Ana shunaqa oson zo'r ekan bu. Qaranglar, shahar ichiga dahshat ekan mana. Chang umuman yo'q. Mana havoni hisobiga aka sal ishib qolgan xolos buni qor. Ha. Yana qaytaveradi. Lekin to'xtab olsa, ichidagi changlar hammasi o'tirib oladi. Bitta ochib ko'rsatib beramiz aka uni. Zamoin toping, naryad ekan zamoin. Endi hozir bu to'xtagani yo'q aka. Ichidagi chang ham hali tingani yo'q. Ozgina changishi mumkin. Mayli, ochavering. Zamoin ketdi. Aynalarga hisobiga ba'zan chang chiqishni boshladi. Havo chiqishni boshladi. Mana. Mazzaligini qaranglar. Shuni olib solib beraverar ekansiz-da. Ichida hamma yo'q. Men gap yo'q. Mol boqish, qo'y boqish, vashi bepul o'tib ketyapti. Pohol. Ko'ryapsiz. Eng mayn holatda mana mosh bo'ladi, qiyin qattiq. Ana sizlarga. Hammasidan chiqardi. Somon ham chiqardim aka. Xullas, tagida somon ham bor, somon, mana shu somon. Voy, agar bitta narsa qilmayapsizlar, xolos deb qo'pol gap mol qo'yilganda tuyaqli bilan narsa qilib qo'yishinglar. Endi ezib qo'ysa o'zi nima qilib deb, o'zi yeyotgandan keyin suv kelganda apparat o'chidi, narsa qolyapti, xolos boshqa nima kerak yana bunaqa yangilik to'g'risida shu xayoliga kelib qol. Livoy narsa yasab berlar. Lina faqat pulini berib bo'ldi. To'g'risi pul ta'mi dardi. Iloyim fermerlar ko'paysin, urush bo'lmasin, ocharchilik bo'lmasin, avvalambor. Xo'p, ko'rdilar. Endi bu yoqdan bularni endi sosa aralashadi, mo'lani ishlaydi. Xo'p, endi bu yoqdan 380 da ishlatamizmi birattasini? Keyin vahimani ishlataylikmi bir asosiysi? Ishlatib beramiz aka. Gap, ungacha pauza qilib turamiz. Endi men qochib olaman, to'g'risi bu 3 sekundda hamma yo'lda hal qilib oladi. Uzoqroqda turmasam bo'lmaydi endi, to'g'risi.
Qaranglar, mana men uzoqroqqa turib oldim. Bitta solishadi xolos, o'zdan yaxshilab kuzatib olasizlar mana. Shuni men uzoqdan sizlarga yarki holatda olib beramiz. Bu vahimasini qaranglar, voy. Bitta oborot olib olarkan. Voy, dali, mana qaranglar. Hey! Onasini endi. Voy, onasini endi. Aka, ichiga shu sobis keltirsa bo'ldi bunga. Necha sekund vaqt ketdi? Akalar kommentariy yozib qo'yinglar. Endi bitta savol bo'lishi mumkin. Qaranglar. Bu yo'g'ib ketdi-yu, isrof qilarkanmiz degan narsa bo'lmasin, buni g'ibxonaga, addeniy xonaga tayyorlab olinadi-da. Bunaqa narsa yasatganingizdan keyin, to'g'risi, normalniy pul olganingizdan keyin bunga bitta xona qilasiz. Biz video uchun qilyapmiz xolos. Bu chachilib ketdi, balobatlar degan gaplar bo'lmasin. Mayli, negativlar yozsalang yozinglar, bizga farqi yo'q. Endi mavod aytib qo'yamiz. Endi ko'rinsin deyapmiz-a. Ha, ko'rinsin deyapmiz. Endi chiqarishini ko'rsin. Mana uni qaranglar, mana aynalishini qaranglar. Faqat o'sha bitta gap, odam tushib ketib qolmasa bo'ldi ekan, ha? Hushyor bo'lsa bo'ldi aka. Hushyor bo'lsa bo'ldi ekan lekin. Buni yana nimalarga ishlasa bo'ladi? Xamir-pamir qilsa bo'ladimi? Akalar kommentariy yozib qo'yinglar. Bu onasini ham baymas yomon ekan, ha? Yomon aka, endi ko'ryapsiz. Altemirdan faqat hammasi ishlaydigan, ish beradigan narsalar bo'ladi bizda aka. Akalar, endi keling biz adreslarni ham tushuntirib qo'yaylik. Biz o'zi qayerda olamiz? Biz qayerda turibmiz? Borib ko'zimiz bilan ko'rsa bo'ladimi deganlarga. Bu taraf Andijon, Farg'ona, ya'ni O'sh yo'nalishi bo'ladi. Ya'ni Buyuk Ipak yo'li deyiladi. Bu taraf bo'lsa Toshkent, Voha yo'li bo'ladi. Bir 30 kilometrdan keyin Patir, o'sha Perivalda eng katta Patir, to'g'rimi? Sadoqat deydi aka. Ha, bu 30-20 kilometrdan keyin rohat. Mana shu Altemir yo'lda bo'yida juda katta trassada necha kilometrdaligini haligacha bilmaysizlar, ha? Endi shu Sadoqatdan 30 kilometrda aka. Sadoqatdan 30 kilometr. Buvayda most bor, Bo'stonda mosti, o'sha Namangan Navbahordan kelish, o'sha bitta most bor aka, ustidan o'tadigan most, o'shani yonida aka. Mana shu yerda Altemir bexijolat gazini bosdan oldim deyish esdan chiqmasin. Akalar, ko'rib turibsizlar, nihoyatda zo'r. Mana assortiment bor-ku. Avvalambor ko'z tegmasin, biz havas qilamiz xolos, havas qilish uchun. Arzonlari, ko'rib turibsizlar, kichkinalari, kattalari, o'rtanchisi, xullas hamma yo'q bor. Bitta mishalkalar ham bor ekan. Uni necha puldan mabodo ash qotib. Bitta mishalkalar endi alohida sim kelishgan holatda. Ha, buni ham kilosi emas, litrga qarab, buni ham. Katta kichkina kubasiga qarab chiqarib beradi. Universal drabikalarimiz hammasi tayyorlab qo'yganmiz aka. Hammasi zakaz bo'yicha ketyapti. Bular zakaz, ha o'zi? Zakaz aka. Voydo. Hammasi fura mashinasi yuklab beramiz. Bu furaga tayyorlanyapti. Hozir kami ketiga bor to'ldiramiz. Hop, bu o'sha 2 million 300 ming, 2 million 600 ming so'm aytgan apparatlarimdan aka. Ko'ryapsiz? Katta kalchilarda endi bunisi yana davomi bu Isuzu'larga yuklaymiz aka. Isuzu'larga yuklaymiz. Ilohim barakasini bersin, ilohim. Akalar, qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot berdik. Xato kamchiliklarimizga uzr so'raymiz. Albatta yoqqan bo'lsa like, kommentariy yozib ketish esdan chiqmasin. Bizda yangi bo'lsangiz, podsiyasini bosib qo'ying, ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib borasizlar. Sog' bo'la, salomat bo'la. Sizga ham rahmat Temurbek. Rahmat aka. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmanglar, yangi yillar birinchilardan ko'rib borasizlar. Ko'rishguncha deymiz.